nogironligi bor insonlarning erkin harakatlanishida ijtimoiy infratuzilma obyektlaridan foydalanishdagi huquqlari. Ijtimoiy infratuzilma obyektlari bu hamma turdagi nogironligi bor insonlar hayoti davomida foydalanadigan binolar. 641-sonli qonunning 23-moddasiga ko'ra, davlat tashkilotlari, davlat hokimiyati, barcha tashkilotlar sen harakatlanishing uchun hamma binolarda sharoit yaratishi shart. Xususiy va davlat binolari nogironligi bor insonlar uchun moslab qurilishi shart. Binolarda zinalardan tashqari liftlar va nogironlik aravachasi uchun yo'lakchalar nogironligi bor insonlar uchun qulay bo'lib turishi kerak. Binolarda nogironligi bor insonlar uchun alohida hojatxonalar qurilishi kerak. Ko'pchilik foydalanadigan binolarni qurish va ta'mirlashda nogironligi bor insonlarning mashinasini qo'yish uchun joy yetarli o'lchamda bo'lishi kerak. Transport xizmatini tashkil qiluvchi tashkilotlar nogironligi bor insonlar uchun qulay sharoit yaratishi kerak. Masalan, nogironlik aravachasidan foydalanayotgan insonlarga qulay bo'lishi uchun jamoat transporti maxsus buyumlar bilan jihozlanishi kerak. Zaif eshituvchi insonlar uchun ma'lumotlar ko'rinadigan ekranlar bo'lishi kerak. Bekatlar ovozli e'lon qilinishi kerak. Shahar va qishloq yo'nalish nomlari yaxshi ko'rinadigan qilib yozilishi kerak. Poyezd va vagonlarda maxsus joylar va peronlar bo'lishi kerak. Temir yo'l vokzallarida nogironlik aravachasi uchun maxsus panduslar bo'lishi kerak. To'xtash joylari ham sen uchun qulay jihozlanishi kerak. To'xtash joylaridagi nogironlik aravachasi tushib chiqishi uchun pandus va tutqichlar o'rnatish kerak. Transportning kirish eshiklari oldida zaif ko'ruvchilar uchun bo'rtma yo'laklar bo'lishi kerak. Piyodalar yurish joylari, chorrahalar sen uchun qulay bo'lishi kerak. Chorrahalarda ovozli va ko'rinadigan signalizatsiya o'rnatilishi kerak. Samolyot, poyezd va metrogacha seni kuzatib qo'yish choralari ko'rilishi kerak. Transport ishlab chiqaruvchi zavodlar nogironligi bor insonlar qulayligini hisobga olishi kerak. Mehmonxonada kamida bitta xona nogironlik aravachasidan foydalanadigan inson uchun qulay jihozlangan bo'lishi kerak. Eshitish va ko'rish bo'yicha nogironligi bor insonlar uchun mehmonxonalarda e'lonlar uchun ekran va ovoz qurilmalari bo'lishi kerak. Teatr, muzey, kinoteatr, kutubxona, bog'larda nogironligi bor insonlar uchun qulay sharoit bo'lishi kerak. Davlatga qarashli sport binolari va sport zallari nogironligi bor insonlar uchun bepul bo'lishi kerak. Xususiy va davlat tashkilotlari nogironligi bor insonlar sport binolari, dam olish binolari, turistik binolardan bepul foydalanishi uchun sharoit yaratadi. 641-sonli qarorning 28-moddasiga ko'ra, davlat tashkilotlari va rahbarlari sen o'z huquqlaringni himoya qilishing kerak bo'lgan vaqtda seni imo-ishora tarjimoni bilan ta'minlashi kerak. Sen sog'lig'ing sabab qo'lda imzo qo'ya olmasang, maxsus tayyorlangan imzoingdan foydalanishingga sharoit yaratishi kerak. Eshitish va gapirishda nogironligi bor insonlarga imo-ishora tarjimoni ajratilgan hollarda tergovida, sudda, hujjatlarni rasmiylashtirishda, avtomashina haydashni o'rganishda, kompyuterni o'rganish kursida o'qiganda va boshqa zarur hollarda. Binolarda sen uchun qulay sharoit yaratilmagan bo'lsa, bino rahbari bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 15 baravargacha jarima to'lashi mumkin. Binolarda sen uchun qulaylik yaratilmagan bo'lsa, sen bino joylashgan joydagi tuman shahar hokimiyatiga, inson ijtimoiy markazlariga, O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasiga og'zaki va yozma shikoyat qilishing mumkin.